أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga avvali oxiri yo'q durudu salovatu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugungi mavzuyimizda iymonni quvvatlantirish, iymonni ziynatlash duosini e'tiboringizga havola etamiz. Inshaalloh taolo Allohim qodir qilganicha. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Allohumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna huddatan muhtadin. Ey Alloh, bizni iymon ziynati bilan go'zallashtir va bizni hidoyat qiluvchilar va hidoyat topguvchilardan qil. Eng chiroyli ziynat iymondir. Go'zallik iymon bilan yashashni taqozo etadi. Iymonsizning bezagi qish kunida quyoshning isitishiga o'xshaydi. Qabr uchun ham, mashhar uchun ham hech qanday ta'siri bo'lmaydi. Haqiqiy go'zallik iymon ila bo'ladi. Iymon Allohning quliga ihsonidir. Iymon til bilan iqror, qalb bilan tasdiq va vujud bilan amal qilmoqdan iborat. Iymon zaiflashishi va quvvatlashishi mumkin. U ozayib ko'paymaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisi shariflarida kuchli mo'min zaif mo'mindan xayrliroqdir deganlar. Iymon ko'ngilda bir nurdir. Bu nurni yoquvchi Alloh, so'ndiruvchi esa qulidir. Sahroda yonib turgan bir chiroq shamol sababli o'chishi mumkin. Bu shamol shayton va nafs shamolidir. Haqiqiy mo'min iymonning nurini so'ndirmagan kishi demakdir. Shunday ekan, barcha duolarimizda qalbni iymon bilan ziynatlanishini so'ramog'imiz lozim. Allohdan panoh tilash duosi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma inni a'udhu bika min qalbin la yahsha'u va min du'ain la yasma'u va min nafsin la tashba'u va min ilmin la yanfa'u. A'udhu bika min haula'il arba'i. Ya'ni ma'nosi: Allohim, qo'rqmaydigan qalbdan, qabul bo'lmaydigan duodan, to'ymaydigan nafsdan, foyda bermaydigan ilmdan panoh berishingni so'rayman. Bu 4 narsadan sening panohingga qochaman. Alloh qo'rquv vijdon tuyg'usi musulmonning eng muhim fazilati sanaladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hikmatning boshi Allohdan qo'rqishdir deganlar. Til bilan emas, dildan qo'rqish lozim. Xohishsiz duo durust emas. Ayni paytda qabul ham bo'lmaydi. Nafs to'yishni bilmaydi. Ayni damda bizning ashaddiy dushmanimiz hamdir. Bu dushmandan kecha-yu kunduz Allohdan panoh tilash lozim bo'ladi. Bu sabablarni tushuntirib o'tishimizdan maqsadimiz, ko'pchilik muxlislarimiz mani duoyim qabul bo'lmayapti. Nima uchun men shunchalik harakat qilyapman, lekin hech qanday bir manfaat topmayapman degan xususda ham savollar kelib tushyapti. Shuning uchun iymoningizni quvvatlab, Allohga ishongan holatda, Allohga inongan holatda chin qalbingizdan ixlos ila bu duolarni doimiy o'qib yursangiz, wird vazifasiga kirgizsangiz o'zingizga, mana shu farz namozlardan keyin o'qisangiz ham Allohim duolaringizni ijobatda qiladi inshaalloh taolo. Shu sababdan bu duolarni o'rgatib o'tyapmiz sizlarga. Va yana ajoyib bir duoni, jinlardan saqlanish duosini e'tiboringizga havola etamiz. Billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. A'udhu bi kalimatillahi tammati la yujawizuhna barrun va la fajirun min sharri ma khalaqa. Bara'a min sharri ma yanzilu minas samai va ma yahruju fiha va min sharri ma
زرع في الأرض ما يخرج من شر كل طارق إلا طريقا يطرق بخير ya Rahmanu. Ya'ni ma'nosi: Allohim, barcha kalimalar ila senga yukunaman. Degin, yaratgan maxluqotingning yomonligidan, osmonga chiqqan, yerda aylangan va yerdan chiqqan barcha maxluqotning yomonligidan yukunaman. Allohim, degin, har uchgan faqat xayring va yordaming bilan uchadi, ey rahmat sohibi. Bu duo jin va parilarning yomonligidan himoyalanish uchun o'qiladi. Kamida 7 marta o'qish tavsiya etiladi. Bu duo kechqurun yotishdan oldin o'qilsa, yaxshi tush ko'rishga vasila bo'ladi. Jinlardan saqlanishning eng yaxshi chorasidir. Ulug'larimiz tomonidan tavsiya etilgan ushbu duoning foydali ekani tajribada sinalgan. Xullas, bu duolarni o'qir ekansiz. Boshida Allohimma inni as'aluka 100 marotaba, astag'firulloh 100 marotaba, Allohimma solli ala sayyidina Muhammad 100 marotaba o'qib, oxirida ham xuddi shunday yakunlasangiz, Allohim maqsadingizga yetkazadi. Nimaiki yaxshilik Allohdan tilasangiz, Allohim albatta o'sha maqsadingizni sizga beradi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad, Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Abadan mufassal bashar va adada habbatin matar. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Taqullaki shifa'in kullida. Bismillah. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Allohim Parvardigori hammangizning uyingizga tinchlik, xotirjamlik, qut-barakotlar, yaxshiliklar ato etsin. Ikki dunyo saodatini bersin. Nimaiki yaxshi niyatlar qilgan bo'lsangiz, Allohim albatta yetkazsin. Qarilarga iymon bersin, yoshlarga insof bersin, go'daklarimizni rahmini o'zi yesin, yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, yaxshiliklar ato etsin. Amin. Allohu akbar.